bo'laylar, umringlar uzoq bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Kayfiyatda yaxshimi mehmonlar? Salomat bo'laylar. Shu davrada mazza qilib o'ynagan mehmon va mezbonlarimiz onajon. Shu to'yxonadan chiqib $10,000 pul topmasin. Allohu akbar. Yomon yoqdaligi. Mayli, o'ynamaganlar ham topmasin. Uyga borguncha yo'qotib qo'ysin iloyim. Sog' bo'linglar onajonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? To'ylar muborak bo'lsin. Men shu stolda onalarni kuzatib o'tiribman. Negadir kayfiyatingiz yo'q. O'ynamayapsizlar. Rosa u yeri bilan urush kelgan xotinlarga o'xshab o'tiribsizlar. Onajon kayfiyatlarini ko'taringlar. To'ylar muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'linglar. Har doim yuzingizda kulgi tabassum ma'lumasi. Sizlar kuyov tarafmi, kelin tarafmi? Kuyov tarafmi? Voy, men o'zim ham bilib bir tiyinga olib o'tirgan edim. Sog' bo'linglar onajonlar, har doim sog' bo'linglar. Yuzingizda kulgi tabassum. Kelin qanday kelin bolamizni mehmonlar qanday o'tirishdi kelin taraf? Xudo taraf qanisizlar? Bu yoqdami? Voy, aylanib ketay. Assalomu alaykum. Xudolar yaxshi o'tiribsizlarmi? To'ylar muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'linglar. Kelin qanday keldilar kelin? Kelinni qatmoq keldinglar onajonlar? Kelin boshqa qaysi mahalladan keldi? Onajon assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Kelin boshqa qanday keldilar? 4-fermadanmi? Voy, aylanib ketay. Kuyov bola 4-fermani qizlari aqlli bo'ladi. Biron tanlashmabsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Mani kerakman 4-fevralda onajonlar. Baquvvat bo'ladi qizlari, suyagi butun bo'ladi, aqlli, esli, xushli bo'ladi. Dehqon qizlar, umringiz uzoq bo'lsin. Mani kerakman o'sha 4-fevralda onajonlar 2 marta tog'dan tushib ketdi. Hech narsa qilmadi. Birinchisi o'zi tushib ketdi, ikkinchisi aguga tashlab ko'rishni qilmadi. Baquvvat qizlar, kuyovlar baxtli bo'ling ilohim, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov jo'ralar. Kuyov bola uylanib to'g'ri-da menimcha. To'g'ri-da. To'yda olomon bo'ladi, qarzi o'zi bo'ladi. Battar bo'linglar. Sog' bo'linglar. Uylanish kerak, uylanish. Qol. Otabek qani? Otabekni bugun tug'ilgan kunlariga bitta qarzi o'zi shu Otabekga. Yashang, sog' bo'linglar, kuyov bola. Noningdagi yoringni ko'zdan yoshlatma. Bir umr birga bo'lib boyligiga qashlatma. O'z ko'zingni yoshlatma. Chunki do'stim bugundan juft halolingga boylandik, ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylandik. Kuyov bola endi uydan erta kelib doim to'rda 5 ta aytasan. To'ydan ichib qaytganingni xotiningga aytasan. Yurding, o'ylading, kunding shungalarga boylandik. Ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylandik. Kuyov bola to'pingiz boshlashsa, boshqa qizlar bilan ardashingni qilishni tashla. O'z xotining bilan farzand ko'paytirish boshla. Chunki do'stim bugundan juft halolingga boylandik, ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylandik. Kuyov bola ro'zg'orga direktor bo'lsa deganlar, qarzi o'zi kuyov bolaga. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling ilohim. Uylarni to'g'ri qildingiz degandik. Ko'ryapsizlar kuyov jo'ralar, yildan yilga gaz pasaymoqda. Dekabrdan gaz o'chargan, to'g'rimi? Endi qilsa chiqasiz kuyov bola. Baxtli bo'ling ilohim, to'ylar muborak bo'lsin. Qanday sog' bo'linglar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Onajonlar yoqimli qatli bo'lsin. Qanday sog' bo'linglar. Shu onamga o'xshagansiz onajon. Qanday sog' bo'ling. Yuzdaga keling onajon. Men kecha bitta xizmatga borib, onajon sizga o'xshab yuring, sizning yoshingizga kerak desam, mana onam bopladilar. Menga o'xshamaysan deydilar. Nega o'xshamayman sizga onajon desam, menga o'xshashlik uchun 6 marta yerga tegib 8 ta bola tug'ish kerak edi. Sog' bo'linglar onajonlar, har doim yuzingizda kulgi tabassum ma'lumasi. Yoqib 5 ta qatlaymiz. Mana kechamiz go'zal taomlar tortilmoqda ekan. Onajon har doim sog' bo'linglar. Kechamiz davom etadi, hurmatli mehmonlar. Tabriklarimiz juda ham ko'p. Tabriklarni ham o'tkazib o'rmasak bo'lmaydi. Hozir bu xonadonda qo'shaloq to'y bolamizni buvijonlari bor, kuyov bolamizni buvijonlari bor, qolsa kelin boshamizni buvijonlari bor. Men hurmatli xonadon sohibasi, hurmatli onajonim, Sharofatxon onajonim, bitta o'zingiz keling onajon. Sizga birinchi bitta surpriz bor. Shu surprizni o'tkazib o'ramiz. Undan keyin men buvlarimni davraga taklif qilsam. Keling onajon, ko'z tegmasin, to'ylar muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'ling. Ona charchamadingizmi? Har doim sog' bo'ling. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, baxti kamolini ko'rsin ilohim.
Bu oqshomda bugun juda ham sizga chiroyli bir surprizimiz bor. Shu farzandlaringiz, qolaversa opa-singillaringiz, aka-ukalaringiz nomidan chiroyli go'zal sovg'alar bor, shu sovg'alarni topshiramiz. Undan avval men hurmatli Irodaxonni davraga taklif qilsam. Irodaxon keling. Irodaxon shu onajonimga atalgan bir chiroyli go'zal qo'shiqlari bor. Shu go'zal qo'shiqlar ila barcha mehmonlarimiz opa-singillardan chiroyli go'zal sovg'a salomlarni topshirib qo'ysin. Irodaxon qanaqa Irodaxon? Keling. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Irodaxon olib keling ssenariylarni. Bizga onalarimiz sog' bo'lsin. Bu dunyoning jannatlari, taqdir menga yog'dirganda balolarini, oyog'imdan chalganida xatolarini. Yiqilmadim, egilmadim, sinmadim. Onajonim bor qilib turgan duorimdagi onalarimiz boshinglar omon bo'lsin. Yuziga kiraydi ilohim onajonlar. Irodaxon qanaqa Irodaxon? Qanaqa? mehmonlar havasida kelayaptimi? Salomat bo'linglar, to'yda muborak bo'lsin. Shabnamxon, qanday Shabnam qizimiz, umrlari uzoq bo'lsin. Kelsin shu qizimizdan bitta aytib bersin, shu qo'shiqda shu qizimiz xafa bo'lib qolmasinlar. Shabnamxon chopdi chiroyli qo'shiq qilib beramiz. Keling Shabnamxon, olib keling, olib keling. Shu qo'shiqni takrordan qo'yib yuboring, hurmatli akalarimiz, marhamat. Otra
qizlar aytib berar ekanlar. Shabnamxon jonli ijroda aytib bering, bir kuplada aytib bering qizim. Qani marhamat. Ishtasam tilmaga bedorim, bu shoh jonimga madorim, yolg'izli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Ayting qo'yganni ham aytavering. Sozandalarimiz yordam berib olishadi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dachiksam mo'tirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Xushtasam turmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yolg'izli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Qarsi bo'lsin Shabnamxonga. Murizza bo'lsin. Suratga olamiz, yaqinroq turib olasizlar. Rasmiga tushib olsangiz, bering mikrofonni bering qizim. Suratga tushib olinglar. Go'zal tabassumlaringlar har doim sog' bo'linglar. Yo'q joylarga kelib turasizlar. Hozir shaxsan Sharofatxon onajonim iltimoslariga binoan to'y olib kelgan xudolarni ham davriga chorlashim iltimosim bilan onajonim, Baxtigul onajonim qanilar? Qolaversa Feruzaxon onajonim, buvijonim bu, Dildoraxon kelamizni, Feruzaxon kelamizni onalari, ya'ni toybolarimizni ikkinchi buvilari. To'y olib kelgan buvijonlar kelinglar, chiroyli tilaklarni bildirib o'tasiz, hurmatli Dilfuzaxon, Baxtigul onajonim. Keling, onajon, olib keling shu xudolarimizni, hurmatli onalarimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli yerlari go'zal duolar bilan kechamizni davom ettiramiz, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana shu bugun mana ikkala yoshli baxti uchun nevaralarimizning qanday to'ylari uchun yig'ilgan ekanmiz. Men mana shu yoshlarga baxt tilayman. Yaxshi kelin bo'lib, mana shu uyda kelinmas qizi bo'lib xizmat qilib yurishini tilayman. Nevaralarim katta yigit bo'lsin, akakalardek bo'lib yursin. Yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi kasb egasi bo'lsin, ota-onalar shundan rohatini ko'rib yursin. Sizga rahmat. Hurmatli mehmonlar, Guldiroz Qarsi bo'lsin, onajonlarim. To'li toshib duo qildi, ilohim duoyini mustajob bo'lsin onajonlar. Har doim mana shu farzandini baxt kamolini ko'ringlar. Xudo xolasa shu toybollarimizga kelin izlab, sovchilikka birga borishlik nasib qilsin onajon inshaalloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi onajon davridan ketib qolmaymiz. Barcha mehmonlarimizni, hurmatli buvilarimizni, hurmatli xudolarimizni ham go'zal raqsga chorlasak, bugun xizmat etamiz. Eng go'zal qo'shiqlarni cho'miladi. Onajon keling, suratga olsak. Suratga tushib olasizlar, hurmatli onajonlarim. To'ylar muborak bo'lsin, ko'z yemasin. Marhamat, sizlar uchun suratga olamiz. Undan keyin onajonlar ketib qolmaysizlar. Sizlar uchun eng go'zal qo'shiqlar bilan kechamizni davom ettirsin. To'ylar muborak bo'lsin.
Thank you.
xizmatinglarda. Rahmat sizga. Ofarin, tashakkur. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli mehmonlar, barchadan ming bora uzr so'raymiz. Ozgina nafasdan rostlab turasizlar. Tabriklarimiz juda ham ko'p. Sabab bu xonadonda bugun qo'shaloq to'y. Shulardan hozirgi navbatda bugungi oqshomni sababchilari, hurmatli kelin-kuylarimizdan-da ko'proq hayajoniga kutgan insonlarimiz. Ya'ni onalarimni men davraga taklif qilsam. Hurmatli qudalar, hurmatli onajonlar, mana eshitayotgan bo'lsanglar, kuyov bolamiz Bekzodjonni onajonlari, mezbon onajonim, Faroxatxon onajonidan iltimoslardim, kelin boshamiz O'g'layxonning onajonlari, Bilobarxon onajonimni davraga taklif qilsalar. Yurakdagi samimiy go'zal duolarni, go'zal niyatlarni, go'zal tabriklarni aziz farzandlarimga yo'llab, bo'lsa shu insonlarni hurmat bilan tashrif buyurgan jamiki mehmon mezbonlarimizga xush kelibdi. Tashakkur namoyish qilishlarni chin dildan istagan bo'lardik, hurmatli onajonlarim, hurmatli qudalar. Marhamat mezbon onajonim, kattalar, Sharofatxon onajon qanisiz? Keling, xudo xolamizni olib keling, onajonim bilan chiroyli duolarni, go'zal niyatlarni, go'zal tabriklarni aziz farzandlarga yo'llab, chiroyli go'zal duolarni, go'zal niyatlarni bildirib o'tishinglarni iltimoslardik, hurmatli onajonlarimiz. Vaqtimizga onalarimiz, otalarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha tiriklar onajonlar, otajonlar. Doimo shunaqa chiroyli, yaxshi kunlarda, to'y hashamlarda, xursandchilik kunlarda biz farzandlarni duo qilishdan hech qachon charchamaylar, tolmaylar, hech ham qarimaylar, hech ham betob bo'lmaylar. Doimo yosharib, go'zal bo'lib yurishlik barcha otalarimizga, onalarimizga nasib qilsin. Har bir otalarimiz, har bir onalarimiz inshaalloh umralariga borib, hajlarga borib, hoji ota, hoji ona maqomiga erishlik barcha otalarimizga, onalarimizga nasib qilsin. Marhamat. Bekzodjon va qizimiz O'g'layxonlarni To'xto'ga yetgan ekanmiz. 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Yanagi shu kunlarga peshvobash Allohim nasib qilsin. Bugun yig'ilishimizdan maqsad nevarlarni qo'shgan ekan, to'y bolalarni. Ularga ham uzoq umr tilaymiz. Uzoq umr tilayman bolalarga. Mana amakisiga o'xshab, chetda katta turishdan nasib qilsin Allohim. Katta bo'lsin to'y bolalar. Rahmat aytganingiz uchun. Azza bir chiroyli qarsak bo'lsin onalarimga go'zal duolariga. Ko'z yemasin, duoinglar mustajob bo'lsin onajonlar, baxt kamolini ko'ringlar. Hurmatli guvohlar, iltimoslardan kelin-kuylarimizni ohista qadamalanglar, davraga, onalarimni yonlariga olib kelsanglar. Qo'llardagi go'zal gullarni, shu gullardan-da go'zal insonlarimizga barchani guvohlik oldida topshirib qo'ysak. Onajon, yuring, o'rtaroqqa chiqib olaylik, kelinglar. Sizlarni hamma ko'rsin, hamma mehmonlarni sizlarga xabarsiz kelsin. Sizlarga o'xshab shunaqa chiroyli to'ylar qilsin har bir mehmonlarimiz, har bir onalarimiz, har bir otalarimiz to'y qilsin ilohim. Ko'z uch marta egilib, bukilib onamga salom bersin onajonlarimga. Marhamat, salomlarni qabul qilinglar. Kelin boshiga chiroyli qarsak o'sirasizlar. Baxtli bo'ling ilohim, ko'p yashang. Shirindan shakar solih va solih qilib farzandlar bersin. O'zingizni onajoningizga go'zal salomlarni taqdim etib qo'yasiz onajon. To'ylar muborak bo'lsin. Endi jufti halolingiz tomonga qarab, turmush o'rtog'ingizga ham salom bersin. Kuyov so'rada pomizda, kuyov bola bitta qarsak bo'lsin. Baxtli bo'ling kuyov bola, umringiz uzoq bo'lsin. Mustafaga qarab olasizlar. Hurmatli
hurmatli Bekzodjon, bugundan boshlab ikkinchi onajoningiz. Dilobarxon onajonim yaqinroq kelasiz, tabriklab qo'yasiz, gullarni topshirib qo'yasiz. Shu bilan yana bir bora qarsak bo'lsa, hurmatli mehmonlar. To'ylar muborak bo'lsin. O'zingiz orangiz bilan, o'zingiz orangiz bilan mahkam bag'riga bosmang. Hayajon. Xursand bo'lsin. Bekzodjon o'z-o'zingizni o'tirgan olasiz. Endi kelib boshlayman o'g'layxon, bugundan boshlab ikkinchi onajoningiz. Sanato'y onajoningiz. Kelib qoling. Sharofatxon onajonimga havasida kelayotgan bo'lsa, balandroq qarshi bo'lsinizlar. To'ylar muborak bo'lsin. O'zingiz onajonim. O'z joyingizga oling, kelib boshlayman. Sog' bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Yo'qmi qo'ying, suratga olamiz. Marhamat, o'z joyingizga oling. To'ylar muborak bo'lsin. Onajon, siz qizingiz oldiga turib oling. Siz o'g'lingiz oldiga turib oling, onajon. Suratga olasiz, marhamat. Onajon sizlar yaqinroq turib olinglar, bir-biringizga suratga olamiz gullar bilan. Yaqinroq turib oling onajon. Kelinglar onajonlar, mana oldimga kelinglar. Charchamadinglarmi onajon? To'ylar muborak bo'lsin. Shu gullarni olib turing, onamni qo'llaridan gullarni olib turing. Kelinglar onajon. Bugundan boshlab sizlar onajon, xudamas, opa-singilga aylandinglar. Doim shunaqa aqlli, to'g'ri birdamlik ishonsin, naqad farzand davlatga hech qachon tark etmasin. Oqibatingizga ko'z tegmasin ilohim. Xonadoninglar bog'chaga aylanib ketsin onajon. To'y qilib charchamaydi inshaalloh. Hammamiz xizmatida bo'laylik. Onajonim opa-singillar raqsini tomosha qilamiz deb qancha mehmonlar tutishdi menimcha. Shunaqa bugun xizmatinglardamiz. Eng go'zal qo'shiqlarimiz ila kechamizni davom ettirsanglar, bugun sizlarning xizmatinglarda mezbon ijodkorimiz, jonli ovoz sohibi, estradamizning yorqin vakillaridan Botirjon Odiljonov boshchiligida Nihol estrada show guruhiga navbat bersak, go'zal qo'shiqlaringlar davom etsin.
opa singillari kelinglar. Samarqandlik xolajonimiz ketib qolmadilarmi? Sohibaxon xolajonim qattalar. Olib keling, opamizni olib keling, chiroyli tilaklarni bildirib qo'ysalar, to'y olib kelgan mehmonlarimizdan chiroyli tilaklarni eshitamiz ular kelgunga qadar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. 2 yosh har doim baxtli bo'lsin. Feruza singlim bilan Farruh kuyovimiz ham qo'shiq yursin. Jiyanim Fayozbek bilan Bilolbekni ham xatna to'yi muborak bo'lsin. Katta yigit bo'lsin, yaxshi o'qishlarda o'qisin. Umidjonim katta yigit bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bu yosh kelin kuyovlar baxtli bo'lsin. Jiyanlarim Fayozbek va Bilolbeklar katta yigit bo'lsin, yaxshi o'qishlarga kirsin. Ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Umidjonim katta yigit bo'lsin. Umidjon zafarida. Biz arzimagan sovg'amizni borada qabul qilamiz. Erkaklar sovg'asi. Azda bir chiroyli qarsi bo'lsa, Feruzaga ham qanalar? Sovg'a bor-a? Sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Feruzaga keling. Umringiz uzoq bo'lsin, ko'z tegmasin. Davomiy qarsiylar bo'lsin Feruzaga. Toybolarimizni oyijonlari umringiz uzoq bo'lsin. Marhamat, topshirib qo'yinglar. Endi men otamning sinfdoshlariga navbat bersam, bu kechada bosh-qosh bilan mana shu go'zal dasturxonlarimizni chiroyli tarzda go'zal qo'llari bilan, shirin qo'llari bilan bizga ovqatlarni tayyorlab bergan akamiz Rasul aka umringiz uzoq bo'lsin. Keling aka, taomlarni yeb maza qiling, qo'lingiz dard ko'rmasin, umringiz uzoq bo'lsin. Xalq xizmatida charchamaysiz aka. Begona emas bu akamiz, o'zimiz akamiz, sog' bo'linglar. Chiroyli tilaklarni, go'zal niyatlarni bildirib qo'yasizlar, marhamat. Assalomu alaykum. Yosh baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, uzoq umr ko'rsin. Ota-onasiga sodiq farzand bo'lsin. Uylaydigan mana shu kunga beshik to'ylar olib kelish Allohga nasib bo'lsin. O'zbekni muhabbatlar Yevropani sevgisini atash uchun 2 yosh baxtli o'zini ko'payversin. Assalomu alaykum. Bekzod o'g'li qo'sha qaragin, o'g'li jo'g'ali bo'lgin. Ota-onaning hurmatini hamisha bilgin. Qo'sha qara. Yaxshi o'g'il qizlardan beri bo'lsin. Baxtli bo'lgin. Bu chiroyli qarsi bo'lsa, sinfdoshligi akalarimiz umringiz uzoq bo'lsin. Endi ozgina sabr qilib turasizlar, yana tabriklar bor. Bundan qolgan ishlarni bularga buyuryapsiz, onajon. Sog' bo'ling iloyim. 10 ta bo'lsin, sizga o'xshab yursin onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Endi ozgina sabr qilib turasiz. Men alohida raqsga taklif qilaman, chunki Sharofatxon onajonimning ham iltimoslari bor, sinfdoshlarim